bugungi lukimiz umuman boshqacha. Chunki bugungi videomiz ham boshqacha bo'ladi. Undan oldin men bu kiyimimni ko'ringlar, qaranglar. Bu kiyimimni Amara Style'dan zakaz qildim. Menga o'zim ham yengli kiyimlar yoqadi, oversize yoqmaydi. Yengini ham qaranglar. Вообще asal qilib tik berdi, mana qaranglar. Bularga bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Chotki qilib, choklarini ham toza qilib, premium kачествоda tik beradilar. Endi videomizga o'tamiz. Xullas, bugungi naborimizda erkatoylarni nabori. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki biza premium kачествоda erkatoy kelinlar uchun, kuyovlar uchun mana shunaqa naborlar qilib qo'ydik. Qaranglar. Buni shundoq olib, shundoq olib ketib, storylarga shundoq qo'yib qo'yasizlar. Hech nimasiga tegmasdan organizer bilan ishlatasizlar. Mana qaranglar. Organizerlari ham вообще ichidagilariga gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi premium birga bir kачествоda yig'ilgan naborlar bular. Bulardan bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Telegram kanalimizda hammasini narxlari bor. Bunaqa hech qayerda hali uchramaydigan, yangicha ideyalar bilan chiqaradigan naborlarni faqat Seromdan topasizlar. Qizlar yoki erkatoy kelinlar, qani bu videomizni qaynananglarga jo'natib qo'yinglar. Qani olib berarmikinlar? Qani ko'p ishlatib oldim.